Avlod ovozliq asarlari. Sura Yasin 83 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yasin. Hikmatlik Qur'on bilan qasamki, ey Muhammad, shak shubhisizki sen payg'ambarlardinsan, to'g'ri yo'ldasan. Qur'on ota-bobolari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib, nihoyat mehribon Allah tarafidan nozil qilingandir. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishli bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, ingaklarigacha taqoqlarni taqdiq. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardaladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'ra olmaydi. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Sen faqat Qur'onga agashgan, marhamatlik Allah'ını ko'rmay turib, qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Ya'ni ogohlantirishning foydasi bo'ladi. Uningga Allohning uning gunohlarini mag'firat qiladiganligi va esil savob, ya'ni jannat ato qiladiganligi bilan xush xabar bergin. Biz shubhisizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. O'z vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. Aynı zamanda ularga ikki payg'ambar avatdiq. Ular ikki payg'ambarni inkor qildi. Uchinchi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Allah hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchilar dedi. Elchilar, Parvardigorimiz biladiki, biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarimiz. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliq qilishdir dedi. Ular elchilarga biz sizlardan shumpol oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim toshkesak qilib o'ltiramiz va bizning qattiq jazoyimizga uchraysizlar dedi. Elchilar, kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billadir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa, shumpol olamsizlar? Hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. Shaharning jiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najjar yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Allah
manga birer ziyon zahmat yetkizmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dafi qila olmaydi hamda meni qutqiza olmaydi. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirib atgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U koshki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsaydi dedi. Uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Her qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushiriverguchi bo'lmadik. Faqat bir ovoz bilanla nagahan ular ketib qoldi. Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila uni masxir qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'ulg'an xorma bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah bütün ayib nuqsonlardan pokdir. U bütün şeylerni cüp yaratdı. Zimindan önüp çıkıdığan nerslerinin, ularning özlerinin ve ular bilmeydiğan nersler, yani acayip məxluqatlarının hemmisinin cüptü var. Ularga Allah'ın kudretini körüstüdüğün bir alamet keçidin ibaret ki, onundan kündüzni ayrıvetimizde, yani kündüzning nurunu yok kılıvetimizde, ular nagahan qaranguda qalıdı. Kun belgilengen joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammini bilguchi Allohning oldinala belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib elishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri palakda o'zib turadi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemisiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchimi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramon qiladiganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. Parvardigorining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsila, ular buningdan yuz o'riydi. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan
peqirlarga sadiq qilib beringlar deyilsa, kafirlar müminlərə məsxir qilish yüzüsidin, agar Allah xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamduq, sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshidi deydi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni İsrafil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan surinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'la olmaydi. Sur chilingan hamon ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yugurdi. Ular voy esit, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim o'yg'atdi deydi. Chunki ular ikki suri orasida uyquda bo'lib, azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mu'minlar uningga javoban, mehribon Allohning va'da qilgani mushkun. Payg'ambarlar rost aytgan deydi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Shubhisizki u kunda jannat ahllari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyilari ostida taxtlarga yo'langan holda turdi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. Gunohkorlarga, "Ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar" deyiladi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, "Ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. Ma'ni ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir" deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda kafir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etatdik. Ondan ular yo'l mengishga oldiraytdi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib etatdik. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi qaytolmaydi. Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizlatib etamiz. Ya'ni yoshlik qironliq vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosibmi emas. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqurib turg'uchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. Bu ma'budlar ularga yordam bera olmaydi.
bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardikini va oshkor qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. İnsan bilmemduki biz haqiqatan uni obimanidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkori husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini jiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqotni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah pakturki har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar.